Hamma avtomobil haydovchilari uchun 7 xil lifhack ko'rsatmoqchiman. Bularni balkim kimdir bilar, bilmaganlar uchun. Birinchi lifhack. Tasavvur qiling, cho'lga siz mashinangizda suv oqizib ketdi. Bunga siz yoningizga suv ham olib yurmagansiz. Xuddi menga o'xshab bizga kerak bo'ladi tabaklashga. Ana undan keyin oyna yuvadiganni mana shu yerdan shulangini uzamiz astagina. Uzganimizdan keyin buni hamma tushunadi menimcha. Baklashkaga tiqib mana shu yerga qo'yamiz. Ichkaridan kirib qo'shamiz. Oyna yuvadiganni cho'tka ham ishlaydi, suv yig'iladi. Buni radiatorga qo'yib bemalol suv bor joyga yetib olsak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi lifhackimiz akkumulyatorda shuni okislenib berib qoladi. Buni yechib olamiz. Yechib olgandan keyin yaxshilab tozalaymiz akkumulyatorda klemani najdak bilan xuddi shunaqa qilib, ana undan keyin tozalab bo'lganimizdan keyin bizga kerak bo'ladi oddiy обычный soldor olamiz. Sutib qo'yamiz klemaga akkumulyatorga. Также plus akkumulyatorga ham qilsak bo'ladi. Xuddi mana shunaqa. Uchinchi lifhackimiz bu salonni ichiga bo'ladi. Konditsioner yo'q mashinalar uchun aptechka yoki bo'lmasa suvni qayerga qo'ysangiz ham qizib qoladi. Buni ham resheniyasi bor. Sidellarni tagiga qo'ysangiz salonni ichidan ko'ra sovuqroq joy o'sha yer bo'ladi. Faqat shopurni sidellarga qo'ymang, xuddi mana shunaqa bo'lib qolmasligi uchun. 4-lifhack. Mashinaga o'tirgan paytingiz har xil odam haydasa, sidellarni regrovkasi faqat qochib ketadi. Buni yo'li oson. Izolentadan kamroq kesib olamiz. O'zingizni metkangizga qo'yasiz. Mana shunaqa qilib bir izolenta yopishtirib qo'yasiz richak bilan to'g'ri qilib. Keyingi safar shu richakka to'g'rilaysiz, sizda o'ringiz. 5-lifhack. Mashinaga o'tirganingizga issiq bo'lib qoladi rolni tepasida. U uchun chappa qilib ketamiz. Rolni 90 gradusga burib, issiqlik shu yerga bo'ladi. Keyingi safar o'tirganingizga rolni o'nglaysiz, xalodni joyi tepaga bo'lib qoladi. 6-lifhack. Android magnitofon ishlatadiganlar uchun baland-past qilish ham mashinani boshqarish qiyinroq. Bu uchun mana bu narsa kerak bo'ladi. Bu baland-past qilib fizikiy buraydigan beradi. Bu internet magazinlarga juda arzon. O'rnatish haqiga video ham qilganman. Juda oson va udobniy. Podstakanniga shuna qo'yasiz tushadi. Kech bo'lganga podsvetkasi ham bor, ko'rinayotgan bo'lsa. Hammaga rahmat.